Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda endi bunday fuqarolarga 100 million so'mgacha pul beriladi. Barcha fuqarolar tezda pullaringizni oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lar edik, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling, Prezidentning 2026-yil 1-iyundan tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 210-sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, Aloqa bank tomonidan yoshlarni biznes dasturi doirasida 31 yoshgacha to'lmaganlarga asosan qarzlardan 1 yilgacha foizsiz to'lovlar, 3 oygacha imtiyozli davr, 7 yilgacha kreditlar Markaziy bank asosiy stavkalarida 4% punkt yuqori stavkalarda ajratadi. Sug'urta polisi ta'minoti yoki 3-shaxs kafilligi asosida 100 million so'mgacha imtiyozli mikro qarzlarni quyidagi loyihalar bo'yicha ajratish belgilandi. Yoshlarning xorijiy tili va raqamli texnologiyalarni o'rganishi hamda zamonaviy kasb hunarlarini egallashi uchun o'qish xarajatlarini moliyalashtirish uchun 20 million so'mgacha beriladi. Zamonaviy kasblar va shu jumladan ijtimoiy tarmoqlar, marketing, mobilografiya, Filistinti internet onlayn do'konlarda tashkil etilgan, o'zini o'zi band qilgan faoliyat turlariga mos loyihalar uchun esa 50 million so'mgacha taqdim etiladi. Navoiychilik va shirinliklar tayyorlash hamda sotish loyihalariga 100 million so'mgacha beriladi. Avvalroq Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-fevral kuni maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimlarini yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishib, unda endi davlatdan bog'chalar tashkil etish, tadbirkorlarga ijara va soliqlar yengilliklari hamda subsidiya va imtiyozlar kredit berish ko'zda tutilayotganligi haqida xabar bergan edi, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, videorolik ostiga like bosing. Albatta ushbu videorolikni yaqinlaringizga ham yuborib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.